Sizlarni yaxshi ko'raman. Internetda odamlarni ko'chada to'xtatib, ularni ota-onalariga qo'ng'iroq qildirib, ularni yaxshi ko'rishingizni ayting degan videolarni barchamiz ko'rganmiz. Shu videolarda bir narsaga ahamiyat berganmisiz? Farzand ota-onasiga qo'ng'iroq qilib yaxshi ko'rishni aytganda, deyarli barcha ota-onalar bir xil javob berishadi. Nimaga bunaqa deyapsan? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ya'ni ular farzandidan xavotir olishni boshlashadi. Shunda odam o'ylanib qoladi. O'zi qachondan beri men sizni yaxshi ko'raman degan gap mehr emas. Ota-onaga xavotir bo'lib eshitila boshladi. To'g'ri, har xil kayfiyat va fe'l-atvorli oilalar bor. Lekin mehrni va yaxshi ko'rishni izhor etish eng go'zal xislat va amallardan ko'p. Aslida esa har bir oilada bu oddiy holatdek bo'lishi kerak emasmi? Xuddi har kungi gapdek. Menimcha ota-ona farzandidan mehrli so'zlarni eshitganda xavotirga tushishi kerak emas. Aksincha, bu gaplarni tez-tez eshitishga odatlanish kerak. Kech bo'lmasidan ota-onalarimizga ularni yaxshi ko'rishimizni aytaylik. Ko'p aytaylik. Trend uchun emas, video uchun emas, shunchaki ularni borligi uchun. Xayrlashmadiga, ko'rishguncha.